Kat yo'limizni ham yig'ib oldik. Hozir jo'natishga tayyor turibdi, xudo xolasa. Ana garelkamiz. Garelkani qaranglar, mashina turibdi, xudo xolasa. 50 kilovat quvvatga ega garelkamiz. Ishlatishga ham juda qulay, oraliq joyda joylashmagan. Mana mashina ko'rinib turadi. Kat yo'limiz 4 ta teplanmalikdan iborat va 4 lik listdan bo'ladi. Ichlarigacha kraska bo'lgan. Kraskasi yonib erib ketmaydi, xudo xolasa. Bunkerlariga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Mana motor reduktorlarimiz. Orqadan ko'rinishi mana. Bitta va bitta o'sha nima o'tin tozalaydigan joylari mavjud. Eshiklarni qaranglar, yopilishini mashina. Regirovkalari bor, mana o'zi qisadi. Hech qanday muammo yo'q, xudo xolasa. Garelkamiz kurakli garelkalardan ancha yaxshi, takomillashgan. Ko'mirni surib tushirolmaydi. Tepaga ko'targan hisobiga yoqib tashlayveradi, bitta qo'ymay yoqaveradi, xudo xolasa. Murojaat qilaverasizlar. Kat yo'llarning tayyorlari. Siro.